Bundan buyog'iga tashabbusli byudjet 50 ga 50 bo'ladi. Ya'ni loyihada belgilangan mablag'ning yarmi aholi tomonidan qoplansa, qolgan yarmi davlat byudjeti hisobidan moliyalashtiriladi. Ijtimoiy tarmoqlarda shu mazmundagi xabarlar tarqalgach, ko'pchilik yurtdoshlarimizda endilikda avvalgidek ovoz yig'ish orqali g'olib bo'lishning imkoniyati yo'qmi degan savollar paydo bo'lmoqda. Keling shu o'rinda ertadan, ya'ni 1-fevraldan start oladigan tashabbusli byudjetning yangi bosqichidan qanday o'zgarishlar amaliyotga tatbiq etilmoqda? Shu haqda bilib olamiz. Iqtisodiyot va Moliya vazirligining rasmiy sahifalaridagi ma'lumotlarga ko'ra, loyihalarning eng yuqori qiymati qurilish ta'mirlash loyihalari bo'yicha 1 milliard 648 million so'm, bazaviy hisoblash miqdorining 4000 baravari, jihozlash loyihalari bo'yicha 824 million so'm, bazaviy hisoblash miqdorining 2000 baravarini tashkil etadi. Fuqarolarga loyihalarni sherikchilik asosida moliyalashtirish imkoniyati yaratiladi. Aholi tomonidan loyiha qiymatining 50% qismi moliyalashtirilgan taqdirda loyihalar avtomatik ravishda g'olib deb topiladi va qolgan qismi davlat byudjeti tomonidan moliyalashtiriladi. Byudjet tashkilotlarining loyihalari bundan mustasno. Avvalgi mavsumlarda orqama-ketin 2 marta g'olib bo'lgan mahallalarga tanaffus berish amaliyoti joriy etilgan edi. Istisno tariqasida mahallalari soni 15 ta va undan kam bo'lgan tuman shaharlarda tanaffus berish amaliyoti qo'llanilmaydi. Shuningdek, top 100 talik ro'yxatga kirgan eng yaxshi soliq to'lovchi mahallalarga, loyihalarni sherikchilik asosida amalga oshirgan mahallalarga tanaffus berilmaydi. Zo'ra, agar sizning mahallangiz soliq to'lash bo'yicha respublikada top 100 talikka kirgan bo'lsa, belgilangan tartibga ko'ra to'langan soliqlarning ma'lum qismi mahallangizga qaytariladi. Qo'shimchasiga tashabbusli byudjetda tanaffussiz jaraq-jaraq pullarni yutib olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlariga tegishli okrugdagi g'olib bo'la olmagan bittadan loyihani qo'shimcha ravishda g'olib deb e'lon qilish imkoniyati beriladi. Shu tariqa endilikda 3 xil yo'l bilan g'olib bo'lish mumkin. Avvalgidek, ya'ni an'anaviy ovoz yig'ish yo'li bilan, 50 ga 50 usulida va deputatlar aralashuvi bilan. Shunday ekan, siz ham tashabbus ko'rsating va g'olib bo'ling. Bu videoni tashabbusli byudjetda eng chempion mahallalarga jo'natib qo'yamiz. Aytingchi, sizningcha eng chempion mahallalar qaysi mahallalar? Fikrlaringizni izohlarda kutamiz.